Mana soylardan ham neft oqishga boshladi. Surxondaryo viloyati Bandixon tumani Kofirin gaz konida mana neft chiqishga boshladi. Bandixon soylari avval suvga to'lgan bo'lsa, mana endi neftga to'lyapti. Mana quturadi kapirin mana video ana neftni qara. Asfalt qilamiz orani nasib bo'lsa. Bo'ldi. Ya miyaqlarni O ko'ar neft. ey miyaqlarni. Miyaqlarni to'lgan. Ha, ular ham. ya ana dedim narsa bo'ldi. Qachon? Issiqmi yoqdaymi? O ko'ar. Issiqmi deyman.